Xo'sh, qadrli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar Zey Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Xo'sh do'stlar, bu galgi bizning videomizda Dream Liga Soccer 2026 o'yinida biz sizlar bilan bugun 26 dagi yangiliklar haqida gaplashamiz. Xo'sh do'stlar, videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Biz esa videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, ko'rib turganinglardek, o'zimning Telegram kanalim ekraningizda chiqqan kanal. Bemalol o'tib qo'ysanglar, tekin akkaunt aksiyalar qilib o'tamiz. Yaqinda xudo xohlasa shu akkauntimni qaysidir obunachimga berib yuboraman. Albatta Telegram kanaliga esa obuna bo'lgan bo'lishi shart. Xo'sh do'stlar, yangiliklar haqida aytadigan bo'lsam, yaxshi o'yinma xabarlar bor. Xo'p, yaxshidan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda ko'rib turganinglardek, xudo xohlasa O'zbekistonga ham yaqinda keladi shu yashil kartali o'yinchilar. Ko'rib turganinglardek, Mbappe, Harry Kane, Yamal, Dembele, Pedri, Vitinha, Salah, Mendes, Gabriel, Hakimi va Donnarumma. Hammasi o'zini o'rnida, o'zini statistikasida yaxshi bo'lib keldi. O'zini endi Time of 2025 deb yozib qo'ygan. Dalasini balki o'zini nima desam bo'ladi, yaxshi chiqargan futbolchilarni kartasi. Xo'p do'stlar, statistikasiga keladigan bo'lsak, statistika просто bomba. Tan olish kerak, Donnarumma 96 fut bo'ladi, balki plus 11 bo'lib 97 ham bo'lar. Mendes, Hakimi va boshqa futbolchilar hammasini bemalol o'zinglardek xohlagandek full qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglardek yaxshi, zo'r. Yomon xabar aytadigan bo'lsam, bu do'stlar esinglarda bo'lsa, DLC 25 da yozda Champions Ronaldo'lar kelganda tushirish qiyin edi. Hozir ham buni tushirish juda ham qiyin. 10% ga 80% turibdi, lekin katta ehtimol 10% dan bir 20% gacha chiqadi. Va plus bu yerda do'stlar yozib qo'ygan shans 10%, guarantee time pri 16 ta igroklarni, ya'ni 16 ta mana shunaqa legendarniyni olsang, bittasi 100% tushadi doti. DLC. Balki 16 tani hammasi tushib qolishi mumkin, ikkitasi tushishi mumkin, bittasi tushishi mumkin. Masalan, 15 ta olishdi, 15 tada tushmadim, 16-da 100% tushadi qaysidir igrok. Masalan, lekin Mendes tushsa ham, Pedri tushsa ham bu nima desam bo'ladi? Stoyishi narsa-da, to'g'risi. To'g'ri, ko'p odam Harry Kane bilan Yamalga harakat qilar, Mbappega harakat qilar, lekin boshqa igroklar ham просто super statistikada kelgan. Dream Liga har 3 oyda, endi o'zimning shaxsiy fikrim, har 3 oyda shunaqa narsa olib kelsa, 2 oy tangani yo'q. Olmosni bosib yig'ardik, orada ozgina dam olib, 1 oy 30 kun davomida shu narsani harakat qilar edik tushirish bo'yicha. Nu do'stlar, xudo xohlasa, DLC bizga yaxshi narsa taqdim etdi. Nu baribir esinglarda bo'lsa, DLC Stars Time 2025 kelganda ularni tushirish oson edi. Shuni agentni bosardik, qaysi futbol tushardi shu 11 tadan bittasi. 11 ta emas-da, taxminan 11 ta edi, uzr. 11 tadan bitta tushardi. Uni eskilar biladi, o'zi o'ynab kelganlar. Bunda ham shunaqa narsa bo'ldi, lekin yomon emas. 15 tadan bittasi yaxshi. Как DLC, o'zimning shaxsiy fikrim, DLC FIFA PES kabi sal-pal endi anaqa beryapti bizga. Nima desam bo'ladi, mazza beryapti xullas. Endi omad kelgan odam tushiradi, pul bor odam tushiradi, normalniy harakat qilgan odam tushiradi. Просто sizlarga bu narsa tushib qolmaydi. Shaxsiy fikrim yaxshi, yomon emas. Do'stlar, olmosni qatdan olaman desanglar, masalan, olmos kerak bo'ladi ochishga. O'zimning Telegram kanalimda olmos va tanga yig'ish xizmatimiz bor. Sezon pas ham ochib beramiz. O'zim shaxsan olmos va tanga yig'ib beraman, hamda sezon pas ham ochib beraman. Olmos va tanga yig'dirishga bersanglar, shunday Mateos, Rivaldolarni ham dp yig'ib sizlarga olib beramiz. Hammasi halol, bemalol o'zimning Telegram dichkamga yozsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hozircha yangiliklar shular. Xudo xohlasa do'stlar, shu videomiz 1000 ta like, mayli 1000 ta demayman, 500 ta like yig'sak, shu futbolchilarni full holatida sizlarga ko'rsataman keyingi videomizda. Albatta do'stlar, videomizni kamida 1000 ta, 3000 tacha odam ko'radi kamida. Hamma bittadan like bosib chiqsa, bu oshib ham ketadi 500 tadan. Bu narsa sizlar uchun qiyin emas. Arzimagan like, obuna bo'lgan odam obuna bo'lib qo'ysin va hamda keyingi videoni kutsin. Keyingi videomiz tez chiqadi agar bitta like bosib qo'ysanglar shu videoga. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan esa Zey Jaloliddinov bo'ldi. Telegram kanalim esa kommentariy va opisiyadan topsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.